Shunaqangi shirin tug'ibsan bolamni. Kelin qiynalmadingizmi? Og'riq bo'lmadimi? Ozgina qiynaldim. Narkoz berishdi oyijon. Nima? Narkoz oldingizmi? Hay, qaysi kalla bilan narkoz olasiz, a? Bitta kushlansangiz paqib chiqib ketadi-ku. Endi bolaga ta'sir qiladi. Bola asabiy bo'lib qoladi. Yo, nimaga olasan narkoz? Kimdan so'rading? Hay sendon bağın bolam. Yo'qol ketishga bo'lyapti. Katta ho'kizdek bolalarning qilayotgan ishini qara. Yo'qol boshqani uyga bor. Odamlar chaqalog'ini Mercedes olib chiqyapti. Meni Spark ham olib chiqasizlarmi? Tug'ilishimdan stress. Menga zararmi shuncha g'am tashvish? Yig'ishtirib mehmon-pehmoningni. Keladi yuzimni ushaydi, keladi yuzimni ushaydi. Boshqa narsani ushasin. Ana ta'sirini ko'rdingmi? Bolaga ta'sir qiladi devdimmi? Ya o'chiring, nima bu ya? Alla bolam. Ya alla ya fonogramma mı ya? YouTube'da koyup yopsiz. O'zingiz bilmaysizmi? Asabiylashma bolam. Davay ayting o'zingiz. Alla ayta. Ya jim saviyat ya, ovozda ahvolni qarang. Sal tuxum yetmaydimi ovozga? Qandadan? Dada, bu yoqdan o'zingiz ayting, mana ahvolni qarang. Ya onasi desa xaladelik pustoy, qorin ochman, nima yeyman dada? Nima yeyapsiz? Sifati pichenesi yapma. Ana trendagi pichenami? Onam qo'lida eshitgandi, zo'r ekan buni shirinliklar, ha? Ha, zo'r. Menga ham davay bitta bering. O'g'lim, senga bu mumkin emas-da. Mana, sen sut ichgin bolam. Yig'ishtiring qiymika sutni o'zingiz ichasiz. Men onamning sutini ichaman. Ola bitta sut bering, kayf qilib ichaylik. Davay, qorin och deyapmanmi? Uxladimi? Ketdik. Ketinglar. Uxlatib ketinglar. Mana yerda onasini yemasin chillali bola bir o'zi qolyapti. Sizlar ketinglar. Chilla 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 chilla